Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadrlik Müslümanlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның körsetmeleri namlıq dersimizning 18. qismisi Fil xavf minallah. Allah subhanahu ve ta'aladan qo'rqish, Allah subhanahu ve ta'aladan ayminish haqida bo'ladi. Aziz musulmonlar, Allah subhanahu ve ta'aladan qo'rqish bu Allah bilan banda o'tirisidagi eng muhim bir aloqa bu. Chunki Allah subhanahu ve ta'aladan qo'rqish insonni Allohga yaqinlashtiradigan, ustiga tushgan vazifalarni, taklifotlarni hech qanday narsadan qo'rqmagan shaklda ado qilishga haydaydigan muhim bir vosita bu. Shuning uchun ulamolar al-xavfu manzilatun azimah min manazilit tariq ilallah degan. Bu Allah'dan qo'rqish bo'lsa, Allah subhanahu ve ta'ala tarafga abbaradigan yo'lning ichidagi eng katta bir manzil bu, eng katta martaba bu deb ulamolar bu xavfni ana shundoq tunishtirgan. Allah subhanahu ve ta'ala o'zining kitobi Qur'oni Karimda mu'min musulmonlarni sifatlab nurg'un oyatlarda yaxafuna robbahum min fawqihim, o mu'min musulmonlar o'zining ustidagi Robbidan qo'rqidi deb qo'rqadiganligi bilan Alloh taolo sifatlagan. Demak bu Allohdan qo'rqish bu bir mu'minning sifati. Yani Allah Teala ve khafuni in kuntum mu'minin. Eğer sizlar bana ishongan bo'lsanglar, meni Rabbim deb e'tiqod qilgan bo'lsanglar, mening dinimni haq din deb tunigan bo'lsanglar, meni butun dunyoni boshqaradigan, bütün dünyanın mutlak padişası bo'lgan, hamma narsaga kuchi yetadigan qudratlik bir zot deb buningga ishonib, buningga shak qilmagan bo'lsanglar, mendan g'inam qo'rqinglar deb Allah subhanahu va taolo mana bu iymonning sharti qilib xavfni, Allohdan qo'rqishni bekitdi birodarlar. Yeni bir oyatda mu va iyyaya farhabun, mendan g'ina qo'rqinglar dedi. Allah subhanahu ve taolo bu xavfni mu'minlarning sifati qilish bilan birga iymonning sharti qildi dedi birodarlar. Chunki qo'rqish insonning tabiatida mavjud bo'lgan bir tabiat bu. Dunyoda hech qanday narsadan qo'rqmaydigan, menda qo'rqinchi deydigan narsa yo'q deydigan bir inson yo'q. Bu qo'rqish hatto insondan eshib hayvonlarning tabiatida mavjud bo'lgan bu. Har qanday bir hayvonga qarasak, u hayvon ma'lum bir hayvonlardan qo'rqidi, ma'lum hayvonlardan qochadi birodarlar. İnson ana shundoq Allah subhanahu ve taolo onun tabiatiga qo'rqishni o'rinlashtirib qo'ygan. Ammo bu qo'rqincha agar haqiqiy to'g'ri bo'lgan shaklda bo'lsa va bu qo'rqishga tegishlik bo'lgan, haqliq bo'lgan zotdan bo'lsa, insonni dunyoda eng martabasi ustun, baxt saodatlik, Allah subhanahu ve taologa yaqin, mukammal bir insonga aylantiradi bu.
Allah subhanahu va taolodan qo'rqish Allahni tunishga bog'liq birodarlar. İnsan qanchaki Allahni tunisa, Allahni bilsa, Allah subhanahu va taologa bo'lgan ishonchisi mustahkamlansa, haqiqiy Allohga bo'lgan ishonchisi oshsa, u inson ana Allah subhanahu va taolodan eng qattiq qo'rqadigan bo'ladi. Dunyoda inson nimadan qo'rqadi desa, kuchi eng kuchli bo'lgan. Qachonki jazolayman desa jazolay oladigan, hisob olaman desa hisob ola oladigan, uning harakatini davomli kuzatib tura oladigan, u xiloflik qilib uning jazosidan qechib qutlanmaydigan mana shunday kuchning egasidan qo'rqadi. O'ylab boqinglar. Dunyoda eng kuchli kishi kim desa, podsholar. Allah subhanahu va taolo bir davlatning emas, butun dunyoning, 7 qit'aning, dunyodagi hamma podshosi bo'lishdan sirt Allah subhanahu va taolo oyning, kunning, kechining, kunduzning, osmonning, zaminning va uningdan boshqa hamma narsaning podshosi. Allah uni o'z qudrati bilan boshqaryotdi. Öz kudreti bilen Allah subhanahu wa taala onu tertiplep, intizamlık idare kılıvatıdır. Mana insan kudretinin Allah'ın koluda ikenlikini, güçnün Allah'ın koluda ikenlikini, özü bolsa şu Allah subhanahu wa ta'ala'nın mahlukatlarının içindeki en küçük ve en aciz bir mahlukat ikenlikini bilgendinken, o Allah subhanahu ve taolaga asilik qilishdan, Allah taolaning buyruqlarini ijro qilmay tashlab qo'yishdan eng qattiq qo'rqadigan bir kishiga aylanadi. Masalan, doktorga qarab boqaylik. Doktor hammadan bak nimadan qo'rqadi desa, doktor mikrobdan bak qo'rqadi. Chunki u mikrob insonning kasal qiladigan, insonni en ziyonliq bo'lgan bir qo'rqinchli modda bo'lganligi uchun u davomli shu mikrobdan tozalaydigan, dezinfeksiya qiladigan, mikrobning ofatidan eng qochadigan kishi u. Demak, Allah subhanahu va taolani qo'rqish bu Allah subhanahu va taologa tunishga bog'liq bu. Allah subhanahu va taolani haqiqiy bilishga bog'liq. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İnni akhşakum lillahi ve etqakum dedi. Men Allah'tan en qattiq qo'rqdigini ve en qattiq taqvolik qiladigan dedi. Çünkü peygamberler Allah'ını tunishda hammadan bak tunuydi. Allah subhanahu ve taolani bilishda hammadan bak bilib birodarlar. Şuna peygamberler Allah subhanahu ve taolaga en qattiq qo'rqadigan, buyruqlarini Allah'ın mutlaq icra qiladigan, Allah subhanahu ve taolaning to'sqanlaridan en yanadigan, hayoti da Allah taolaning yo'lida en mustahkam turgan kishilar kim desa u peygamberler o. Şuna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ra'sul hikmeti mahafetullah degan. Hikmetning beşi Allah Teala'dan qo'rqish. Her qanday yaxshilikning, her qanday bereketning, her qanday xotirjam hayotning beşi Allah Teala'dan qo'rqish deb Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu buni bayon qilgan. Endi Allah subhanahu va taoladan kimlar qo'rqmaydi? Qanday kishilar Allah Teala'dan qo'rqmaydi desa, Allah'ni tunimagan, Allah subhanahu va taolani haqiqiy bilmagan, qudratlarini tushunmagan mana bu kishilar Allah taoladan qo'rqmaydi. Allah taolo mu'minlarni sifatlab, "Allazina iza zukiralloh vajilat qulubuhum" dedi. Haqiqiy mu'min kim o? O haqiqiy mu'min Allah deyilgan vaqtda onun qalblari titraydigan,
kalplerini korkunca basıdıgan, o özünün hayatını kılgan etken işlerini oylap kınak bir korkunca onu bütünley yapıdıgan mana bu kişi hakiki mümin dep Allah Teala onu bayan kıldı. Aziz birodarlar, bugün dünyada Allah'tan men korkmayman deydigan hiç kanda bir Müslüman yok. Kanda bir kişiden sorsa o Allah'tan korkma deydi. Allah Teala'dan korkmayma deydigan ve o korkmaydiganlıkını uç aşkar cakalaydigan ya ilan kılıdigan hiç kanda bir kişi yok. Mana cemiyetimizge qarab bakayla. Biz Allah'tan korkmaymiz dep ilan kılgan bir kişini görmeymiz biz. Hiç kim diyemeydi Allah'tan korkmaymiz dep. Ama bu Allah'tan korkuş hızlı deyişulen korkumen dep sözlep koyuşulen bulamdı. Allah'tan korkuş korkumen dep cakalap koyuşulen bulamdı. Allah bu yerde vecilet kulubuhum dedi. Onların kalbi korkudu dep. Nime için? Çünkü insanın kalbide nime bolsa insanın azaları şununla erişidi. Kalp nimini tolu oylasa ya nimidin korksa insanın azaları şununla erişip onundan kaçıdı. Onundan saklanıdı. Kalp insanın bedenine, tenige hükümran. Demek Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın hadisinde eğer insanın kalbi bozulsa onun bütün bedelleri bozulur. Eğer insanın kalbi yakşılansa, tüzülse bütün bedelleri tüzülür. Dep insanın hareketlerinin, hayatının, iş izlerinin kalpke bağlıdırganlıkına bayan kıldı. Ameliyatda mı insan nimini oylasa şunu kılıdı. Nimini maksat kılsa şunun keynidin manıdı. Nimi filan bolsa şunu reallıkka çıkırış için tirişidi. Nimidin koksa onunla uçuruşup kalmaz için şunun sebebini kılıdı. Mana bu kokuş insanı kuruk dep bilen, kuruk dava bilen bolmaydı. Kokuş nimini lazım tutudu dese, kokuş insanı Allah Subhanahu ve Taala'nın teklifatlarıdır. Buyruklarıdır. İnsanı onu ada kılışka buyuruyordu. İbn Teymiye rahimahullah el-havful mahmud ma hacaze sahibehu en maharimillah degan. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın kokuş, hakiki güzel, yaxşı kokuş degan onun igisini Allah Subhanahu ve Taala çekligen haram işledin tosalıgan, haram işten çekleyeligen bu kokuş anındakin bu hakiki kokuş degen buludu degen. Mana bugün Allah'ın kokumuz degen Müslümanlığa qarab baksak yalgan aytib atkan, gıybet kılıp atkan, kişilerinin ayıplerini açıp etken, kişilerge zulüm kılıp atkan, mümin Müslüman karındaşlarını taşıp etken, özü tok karındaşları aç kılıp atkan ve özü hatırcam ama Müslüman karındaşları dert elemli yürüp atkan. Bu Allah'ın kokuş emas birodarlar bu. Bu havf Allah'ın kokuş insanı Allah buyurgan işlerini kılışka apralısa, Allah toskan işten yandıralısa bu hakiki kokuş buludu bu. O igizida min qitim men Allah'ın kokumen degen bilen bu hesap bulmaydı o. Ebu Hureyre razıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste bu zat deydi semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul seb'atun yuzilluhumullahu fi zillih yevme la zille illa zilluh. 7 türlü kişi var. Allah Subhanahu ve Taala ulanı özünün sayesinde sahibidigan. Allah'tan başka hiç kimnin sayesi bulmagan. Fakat Allah'ın sayesi lan bulgan çağda
Allah sahip berdiğin 7 türlü kişi var dedi. Kıyamet günü bütün malaikeler 7 sep bulup tuğan Quyosh bizning üstümüzde xuddi neyzi boyu yıkıllaşkan. Yani 100 metr, 200 metrdek ağırlıkta yıkılışıvatkan. Davzak köz aldığımızda özünün bugünkü dünyadaki otun 70 hassi yukarı boğan kızıqlıqı bilen kişilerini men yutsam bottu, kişiler manı kirsi bottu dep hararetini şundaq çıkırıp duruvatkan insanlar täliriga şungup ketivatkan muşunda bir günde Allah subhanahu ve taala sahip edilen 7 türlü kişininki birisi ve raculun da'athu imra'atun zatu mansabin ve cemalin faqala inni yakhafullah degan kişi deb Resulullah bayan qildi. Chiroyli kelishgan jamiyatda o'rni bor, mansibi bor, nufuzi bor bir ayol uni chaqirgan, ya'ni gunohga chaqirgan, zinoga chaqirgan bir adam. O shu ayolning so'ziga ma'qul demasdan inni akhafullah, men Allohdan qo'rqaman, bu gunohning jazosidan, bu gunohning azobidan, bu gunohning mas'uliyatidan Allah subhanahu va taolaning oldida chiqmaslikdan qo'rqaman deb javob bergan kishiga Allah subhanahu va taolo sahib berdi dedi birodarlar. Demak, mana bu qo'rqish insonni gunohdan to'sdi. To'salidi. O'ylab bakın. Chiroyli, kelishgan, güzel ayol kishiga qiziqmaydigan hech qanday bir kishi bo'lmasa, bo'lmasa kerak. Teği o güzel bo'lishdan sirt jamiyatda o'rni bor, nurg'un odamlar ko'zi yetmaydigan. Uningga men erishamayman deb qaraydigan. Hamma odam uning o'rni, uning go'zalligidan qarab hayron qolishadigan. Mushunda bir ayolga u teği o er tarafdan emas, o ayol o'zi da'vat qilgan. O'zi uni chaqirgan. Uning sharoitlari to'liq, mukammal. Qachon shu er ma'qul desa, hamma ish bitadigan. Mushunda bir sharoitda ham Allah subhanahu va taoladan qo'rqish bu insonni o ayolning da'vatiga ijobat qilishdan, o ayolga ma'qul deyishdan saqlab qolgan bu qo'rqish mana Allah subhanahu va taolaning soyisiga biz soyidaydigan bu ne'matga erishdik birodarlar. Demak, Allohdan qo'rqish bu iymonning dalili, iymonning isboti. Shundaqla xavf Allah subhanahu va taolaga osilik qilishni to'sadigan birinchi omil. Bugun qarab baqayli. Ko'chalarda ketayotgan chaqlarimizda, yo'llarda mengayotgan chaqlarimizda, ko'z oldimizda uchiq yurayotgan nomahram ayollar kelsa, ko'zimizni yumaladikmi? Boshqa tarafga qarayolidikmi? Inni akhafullah, men Allohdan qo'rqaman deb oningdan özümüzde tartalıdık mı? Yalgan sözleştin. Kişilerin hakkıga tecavüz kılıştın. Mümin Müslümanlarını bugün şunçilik yardımga ihtiyaç buluvatkan bir vakitte yardım bermeyi taşlap koyashtın. İnni akhafullah. Men Allah'tan korkutma deyalidik mi Müslümanlar? Peygamber aleyhissalatu vesselam men lem yehtemme bi emril muslimine feleyse minna degan. Müslümanların işini köngül bilmegen, onunga ehmiyet bermegen, Müslümanların gemini yemigen kişi bizning cümlesinde emas degan. Bir Müslüman aç qalsa, bir Müslüman düşmanning qo'lida qalsa, agar u qiyin qistaqda yashayotgan bo'lsa, din e'tiqodlariga hujum qilingan bo'lsa
ve Allah'a kul boğanlık için turmulğu taşlangan bolsa, ya o en igir küllerde kalgan bolsa, o Müslümanın gemini yiyiş, o Müslümanın kuyunuş, şu Müslümanın şu azaptını kutulduruş için qanday şekilde, maddi ve manevi şekilde hareket kılmay, jim yetip algan, özünü onundan chetga algan kişiler inni ahafullah, men Allah'tan korkaman deydigan kişiler diyelim de şular. Demek aziz Müslümanlar, biz bugün Allah'tan korkan yoki korkmaganligimizni özümüzning amaliy maydonlarda nima ish qilayotganligimizga qarashimiz lozim. İslamning buyruqlari, İslamning taklifatlari, İslamning talablari icra qildikmi, qilmadikmi? İslam bizga ehtiyoj bo'lgan chaqda bormi? Müslümanlar bizga ehtiyoj bo'lgan maydonda bormi? Allah'ның dinleri depsende kılıvatkan, Müslümanlar öldürüvatkan, harlanıvatkan. Mana muşundak meydanlıda inni ahafullah. Ben Allah'tan korkuman. Mesuliyetini ada kılmaslıktan korkuman. Dinning muşundak harlanıvatkan bir vakitte özemning din ehli ekanligimni ispatlamay yaşap qilishdan Allah'tan korkuman diyalaydigan mana bu xavf anındınkin insanını hatırcamlık geliştirdi aziz buradarlar. Mana bu Allah subhanahu ve ta'ala'nın qo'qish birinci insanның qalbiga gunohni eng cho'ng kiradigan bir tuyg'uni shakllantiradi. O gunoh haqancha kichik bo'lsa-mu, amma o şunda çoğun körünüdügan qo'rqab bu xil tuyg'uni shakllantiradi. Salaflar mu'min gunohni kichik bo'lsa-mu eng cho'ng gunoh deb sanaydi. Mu'minning nazarida kichik gunoh yo'q. Har qanday gunohdan o qo'rqidi, o qochidi, gunohga tushib qolishdan qattiq saqlanadi. Amma munofiq cho'ng gunohni kichik gunohning o'rnida ko'radi deb bayon qilgan. Ikkinchi, bu qo'rqinch Allah subhanahu va taoloning oldida mu'minning qalbini xor qiladi birodarlar. Mu'min davomli Allah subhanahu va taoloning ne'matlarini o'ylab, Allah taoloning ustiga yükleyen mesuliyetlerini ada kılanmaganlıkını oylap, o şunda bağrı sınık, kalbi şunda xuddi bir qarzga kirib qolgan, ya düşman qo'g'lab saqlanmay qilayotgan, ya ota-onasi bugun o'lib qolib, shuning dardida yashayotgan bir kishiga o'xshash bo'ladi o mu'minning qalbi. Allah taoloning qo'qish insonni yig'lang'i qilib qo'ydi birodarlar. O namazda yig'laydigan, Qur'on o'qib o'tirib yig'laydigan, duoda yig'laydigan, ayrim Allohning qo'rqib yig'laydigan qilib qo'ydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisda agar sizlar men bilgan ishni bilgan bo'lsanglar, sizlar ko'p yig'laydinglar, oz kuladinglar degan. Allah subhanahu va taoloning qo'qish bandalarning haqlarini ado qilishga aldıraydıgan kılıdı kişinin. O davamlı kişilerin hakkı üstümde kalması bulattı. Bendilerinin haklarını men üstümde götürüp yümüsem bulattı deyip bendilerinin haklarını ada kılış kaldıraydı. Kalbi nur bilen taşıdı Allah'ın korkan kişinin. Kişiler şunçılık kalbi sıkılıvatkan, bir aram bulavatkan, kalbide davamlı bir rahatsızlık his kılıvatkan kişi bir vakitte müminnin kalbi şunda kenarı azada, kuşallık, nurluk halette buludu. O çünkü o en güçlük, en kudretlik, en merhametlik bir Allah'a tayangan aziz buradarlar.
O Allah'tan korkkan kişi Allah Teala'ga ibadet kılışqa aldıraydı o. Her kaçan günah kıtsasa o günahidin tövbe kılıdı, günahı istiğfar etidi. Allah'ın gazabını keltirdiğen her kandak işten yirak durdu. Mana bu Allah Subhanahu ve Taala'nın korkuşunun insanga berdiğen neticeleri bu. Allah Subhanahu ve Taala'nın korkuş mümin kişini onun keşideki Allah'ın keşideki azaptın en katı kaçıdığan kılıdı. Eğer ben Allah'a asilik kılıp kalsam da. Mana Yusuf aleyhissalatu vesselam Mısır'ın padişahının kasrida turvatkan vakitte Allah'ın en çoğun ve en igir sınavlarından birisi geldi buradarlar. Şu padişahının hanışı boğan ayal Yusuf aleyhissalatu vesselam'a talep koydu. Yusuf aleyhissalatu vesselam'ını özüge çağırdı. Öyle bakınlar. Bir kulunun, işlevatkan kulunun vatanidan ayrılgan, ata-anasından ayrılgan, özü yaş, en bir küçü urgup turuvatkan, güzel, muşunda bir halette turuvatkan, eğer o şunda bir günahını kılaydıysa, hiç kandak tosalgımı bulmagan. Çünkü o padişahın ayalı boğallığı üçün kirmisin dep koysa hiç kandak bir adam kirmeydigan. Tehi paşulap kılıştın, kişilerinin aldığı çıkıp kılıştın, en yirak boğan. Nime üçün? Ondak bir padişahın ayalı boğan, o neseplik, güzel, uğurnu yukarı boğan bir ayal, bunda set bir işlerinin ki kişilerinin anlap kılışını en katlık yaman kürdezi buradarlar. Bunu muşuncu ola şaraiti pişip yetilgen bir vaktinin özü de Yusuf aleyhissalatu vesselam'ını özüge talep kıldı. Yusuf aleyhissalatu vesselam mana bu Allah Teala'nın imtihanıga, Allah'ın sınıgıga nimi bilen öttü? İnni ahafullah, kâle me'azallah, innehu rabbi ahsene mesvaya dedi. Allah beni saklısın. Allah'tan pana tileymen ki Rabbim menin turduğan yerimni yaxşı kıldı. Bana şunda kattı ni'metlerini berdi. Bunda isil caylağı uğurlaştırdı. Men Allah Teala'nın ni'metlerine erişip durup o zatqa tuzkorluk kılam demimen. Digen mana bu niyet bilen bu ayalının ili mikirlerine cevap verdi. İli mikirlerini red kıldı. Hatta Yusuf aleyhissalatu vesselam o ayalının hile mikirlerinden kutlanmay. Ulanın bu işe unusan, unaysan, unumusan, turumuğu taşlanırsan, zindanığı düşsen, sen en kattık azaplığa duş gelirsen dedi. Mana insanın şehveti galip gelgen çağda insan özünün en insanlık tabiatlarından hem çetnep gidedi buradarlar. Közüge hiç kandak nasi kürenmeydi. Mana şu kadar besimla, şu kadar xavifle aldı da Yusuf aleyhissalatu vesselam Kâle Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimma yed'ûneni ileyh ve illa tesrif anni keydahunne asbu ileyhinne ve ekun minel cahilin dedi ya. Ey Rabbim, bu ayallar beni çağırıvatkan fitne, beni çağırıvatkan sana asıylık kılış bedelige erişidiğen bu rahatten turmuğu kirip yatkallıkım bana suyumlukrak ey Rabbim. Bana turumunu versen mi belgin ki turumudu yazsam yatay ki ama bunda fitne güçüp kılıştın, bunda günah mesiyet güçüp kılıştın, mini saklığın deyip Allah Subhanahu ve Teala'ga
asiylik qilishning badaliga turmuga kirib yetishni suyumlik ko'radi birodarlar. Mana bu Allah subhanahu va taoloning qo'qishi bu. İnsan Allah'a asiylik qilgan, Allah'ning diniga qarshi ishlarni qilgan, musulmonlarga zulm salgan, haqdan chetlab chiqib ketgan va turli besimlar bilan iymon e'tiqodidan voz kechadigan ya iymon e'tiqodiga qarshi harakatlarni qilgandan onun turmuga kirib yotgani, onun uchun suyumliroq bo'lish, mana bu Allah subhanahu va taoloning qo'qishining bir alomati birodarlar. Biz bugun qarab baqayli. Turmudan qochib, turmuga kirib qolamanmi deb qo'rqib, dinimizni mi tashiyotgan, aqidamizni mi tashiyotgan, da'volarimizni mi chetlab ketgan, o'zimizning mas'uliyatlarimizni unutib qolgan, hatto biz kim necha yil dinga da'vat qilib, haq kishilarga haqni o'rgatib, to'g'ri yo'lga boshlab, biz payg'ambarning varisi, musulmonlarning yetakchisi, rahbari, kishilarga yo'l ko'rsatuvchi kishilar deb da'vo qilganlar, mana bu turmining xavfidan, Allohning dinidan qandoq da'vo qilsa, Allohning dinidan shundoq yuz o'rganligini, Allohning diniga xilof ishlarni qilganligini biz bugun ko'ryapmiz, birodarlar. Mu'min haq uchun navbatkasi turmularga kira oladigan, turmida ham yata oladigan, haq uchun navbatkasi o'laydigan, o'ltiraydigan bo'lish, mana bu iymonning isboti va Alloh subhanahu va taoloning qo'qqanligining dalili bu. Mana Ibn Taymiye rahimahulloh mu hayotida 27 yil turmada yotgan kishi. Şu zamandaki padişahının, hukukdarlının buyruğuna unumay ve ularının dinni bulmalaydıgan, hakikatini yetkizişten sükut kılış kıgan taleplerine unumgallıktan turmuda yatkan. Hatta kişiler İbn Teymiye rahimahullah'ın babun batinuhu fihi rahme ve zahiruhu min qibalihil azab degan muş ayetni her vakit anlasa İbn Teymiye turmuga kirib ketibdi deydigan mana bu tuyg'u kelgan aziz birodarlar. Buning ma'nosi nima? Bu qora darvoza 8 metr tam bilan qo'pirilgan bu qora darvozaning ichi Allohning rahmati, Allohning nusrati, Allah subhanahu va taoloning mag'firati bilan to'shab ketgan darvoza bu. Ammo teshidin azob darvozasi bu. Uni tushunganlar bu yerga kirib yotgan har qanday kishi Allah taoloning rahmatiga erishadigan, azobiga mag'firatiga erishadigan kishi bu. Deydigan, ammo teshtiklicho yer kirgan odam xorlanadi, yer kirgan odam eng qattiq azoblarga duchor bo'ladi va ko'migan kunni ko'radi deb qaraydigan mana shundoq darvoza degan bu oyatni anglagan hamon İbn Taymiye rahimulloh turmuga kirib ketibdi deydi ekan aziz birodarlar. Demak, bir mu'minning qalbida hatto turma Alloh hosilik qilgandan rahmat, barakat, mag'firat Allohning yaqinlashishning yo'li deb tunuydigan gap. Ammo munofiqlarcha eng qo'rqidi, qochidi. İyaxorlikning, zulmning, insonning beshiga keladigan har qanday kulfatning keladigan joyida iyadin dinidan voz kechib turib, axloqidan voz kechib turib, davosidan voz kechib turib, aqidasidan voz kechib turib qochadigan o'rin deydi aziz birodarlar. Mana bu xavf inni yaxafullah. Aziz birodarlar, Allohdan qo'rqish musulmonga hatto Allah'a asilik qilganlikdan turmini yaxshi ko'radigan, Allah'a asilik qilganlikdan o'limni yaxshi ko'radigan, Allah'a asilik qilganlikdan qandoq jazo kelsa, u jazoni yaxshi ko'radigan bu izzatga erishtiradi bu. El-xavf minalloh. Allohdan qo'rqish bu aminlik bu.
İnsan Allah'tan haqiqiy qo'rqqan chaqda uningdan boshqa narsadan qo'rqmaydi. Uningdan boshqa narsa uchun beshini egmaydi. Uningdan boshqa narsaning qo'rqinchilarida ensirab yurishmaydi. Oq bujaklarga kirib oladigan, o'zini chetga oladigan har qanday sabab bilan millatining keyniga yushunib oladigan bundaq insonlardan bo'lmaydi. Mana Hud alayhissalatu vassalam risolat vazifasini ado qilib, o'z qavmiga da'vat qilib, qavmi bilan dushmanlashib qilib, eng oxirida bütün qavmi Hud alayhissalatu vassalamni ham o'ltirmasini, beshingni uzib o'tamiz deb Hud alayhissalatu vassalamga tahdid qildi aziz birodarlar. Hud alayhissalatu vassalam bütün xalqning oldida nima deydi? Fakiduni jami'an summa la tunzirun deydi. Hammanglar birlashib qo'linglardan keladigan har qanday choravoz qilib, kuchinglardan yetadigan har qanday ishlarni qilib, qo'linglardan kelganini bir qilinglar. Hozir qilinglar, hozir. Kechiktirmanglar. Keyniga surmanglar. Hozir qilinglar. Qo'linglardan kasb qilmaysizlar. Inni tawakkaltu alalloh Rabbi va Rabbikum deydi. Men sizning Rabbinglar, mening Rabbim bo'lgan Allohga tavakkal qildim men. Deb Hud alayhissalatu vassalam ana Allohga bo'lgan iymon, Allohga bo'lgan tavakkul, Allohga bo'lgan xavf bilan shunchalik bir xotirjam bo'ldiki, o'lim sizning qo'lingizda emas. Menga keladigan aziyat sizning qo'lingizda emas. Menga sizning qo'lingizdan faqat Rabbim taqdir qilgandan boshqa hech qanday narsa kelmaydi, yetmaydi. Bütün hammanglar bir bo'lar. Agar meni mishada nima qilamiz desanglar, Rabbim iroda qilgandan boshqasini qilolmaysizlar deb, mana bu iymon, e'tiqod, Allohga bo'lgan haqiqiy ishning kuchini, ta'sirini namoyon qildi birodarlar. Mana bu Allah subhanahu va taoloning qo'qish Hud alayhissalatu vassalamdek payg'ambarlarni da'vat vazifasidan voz kechishdan to'sdi. Da'vat dushmanlariga taslim bo'lishdan to'sdi. Haqni haq qilish yo'lida har qanday qo'rqincha, xavf to'salg'i bo'lsa, uningdan oqlab o'tishning iymonning taqozosi ekanligini, mu'minning sifati ekanligini mana Hud alayhissalatu vassalam ko'rsatdi birodarlar. Bundaq misollar payg'ambarlar tarixida, mu'min musulmonlar tarixida haqiqatan ko'p aziz birodarlar. Bugun Allohning qo'rqishning davosini qilgan, Allohdan biz eng qo'rqimiz davatgan kishilarning mas'uliyatlarini ado qiladigan, majburiyatlarini ado qiladigan, dushmanga qarshi turadigan maydonlarda bo'lmasligi, musulmonlarning oldida bo'lmasligi, saflarning oldida bo'lmasligi, mana bularning Allohdan qo'rqaman degan so'zida haqiqiy kazzab ekanligini isbotlab berdi birodarlar. Allohdan qo'rqish amal bilan bo'ladi, harakat bilan bo'ladi, hayot bilan bo'ladi, ish faoliyat bilan bo'ladi. Bir musulmon o'zining qimmatlik, muhim bir narsasi yutib ketsa, masalan bir bolasi yutib ketsa, u bütün ishlarini tashlab, "Ashu balamni topmasam bo'lmaydi" deb yuguraydi, yig'laydi, e'lon qiladi, izdaydi, bütün kuchi bilan shuningga tirishadi. Ammo mu'minning iymoni, aqidasi, dini ve şu dinga iman etgan qarindoshlari eng ig'ir kunlarda, ig'ir azoblarda qilayotgan chaqda musulmon xotirjam yashab olishi,
öylerde oturuverişi, mas'uliyetlerini ada kılmaslığı. Bu birinci kezzaplıkның isbatı bu. Şuna hadis-i kudusuyda Allah subhanahu ve taala qasam qilib deydi ve izzati la ecma'u ala abdi khawfayn ve amnayn iza khafani fid dunya ammantuhu yawmal qiyamah ve iza ammanani fid dunya akhaftuhu yawmal qiyamah. Mening izzetim bilan qasam, ulug'liqim bilan qasamki, men bandamga ikki xavfni, ya'ni ikki qitimlik qo'rqinja, ikki qitim aminlikni jug'lamayman deydi. Bandam agar u mendan dunyoda qo'rqib yashagan bo'lsa, men uni oxiratda xotirjam qilaman uni. Qiyomat kuni xotirjam qilaman deydi. Demak, mana bu dunyo qachoniki biz Allohdan qo'rqib özümüzün mas'uliyetlerini ada qilsak, biz Allah Taala bizga topshirgan omonatlarni ada qilsak, onunga xiyonat qilmasak, canlarimizni, mallarimizni, vaqtlarimizni, hayotlarimizni, her bir ishlarimizni mushu Allohning dini uchun bersak, dunyoda bu amin bo'lib, oxiratda biz amin bo'lamiz dedi birodarlar. Allohning va'dasi bu. Eğer benden mendin dünyada xatirjam bo'lib qolsa, o men Allah'ın qo'rqaman deb turib dinini unutdi, payg'ambarining sunnatlarini unutdi, amonati bo'lgan vatanlarini unutdi, millatini unutdi, atrofda musulmon qarindoshlari o'ltirilsa, qo'saqlari och qilinsa, yetim qilinsa, har turli ularga zulm kelib turiyotsa, o bu vaqtda o'zining mas'uliyatlarini unutib xotirjamlikni izlab, xotirjam yashasam bo'ldi. Menga bir hech qanday yerdan xavf kelmasa, men hech kimning qo'liga tushib qolmasam, dunyoda xorlanmasam, kofirning qo'lida aziyat chekmasam, men bir bayashat turmushimni ilib, basam namozimni o'qib, ro'zamni tutib deb, mana bu dunyoda mendan amin bo'lib qolsa, men uni qiyomat kuni ko'zi qo'rqitaman dedi Alloh taolo. Aziz qarindoshlar, o'ylab boqaylik. Demek ki bugungi kundagi Allohdan qo'rqib mas'uliyatni ado qilish qiyomat kuni Allohning oldida amin bo'lishning kafolati. Ammo bugun Allohning dushmanlaridan qo'rqib, zolimlardan, tog'utlardan qo'rqib, islomning dushmanlaridan qo'rqib, namuratlik, kambag'allikdan qo'rqib, ya har turli yaxshi amallardan to'sadigan qo'rqinchilardan qo'rqib, inson o'zining mas'uliyatini ado qilmasa, ana u kishi qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloning oldidagi xavfga chuqur duch keladi. Shu musulmon har kuni, har vaqt inni axafulloh robbal alamin deb turish kerak. Men olamlarning Robbi Alloh taolodan qo'rqaman. Mana bu Allah Teala'nın qo'rqish insonni Allohning gunohlarimizni mag'firat qilishga erishtirdi aziz birodarlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam deydi, ilgirki zamonda gunoh ma'siyat bilan shug'ullangan, o'ziga zulm qilgan bir odam deydi. Bu odamga o'lim keldi. Ya'ni o'lgili qolgan chaqda bolalarga agar men o'lib qolib qolsam, meni ko'ydirib, kulimni dengizga chechib o'taman dedi. Bu odamning maqsadi shu Rabbim meni qaytadan bir tirildiranmasa deb Allohdan qo'rqish. Allah subhanahu va taolo o kishini qiyomat kuni tirildirib, ey bandam, nima uchun sen mana shundoq o'zingni ko'ydirib, kul qilib dengizga kulingni chechib o'tishga buyursa degan vaqtda, ey Rabbim, men sening meni azoblashingdan qo'rqib, hisob ilishingdan qo'rqib, bir kulimni chechib olsa meni azoblayolmasmi deb
şunda qildim degan chaqida Allah subhanahu va taolo nima deydi desa, ey bandam, agar sen mendan qo'rqib shunda qilgan bo'lsang, men seni kechirishga haqliqdir. Alloh taolo uning gunohini kechirim qildi. Demek aziz birodarlar, gunoh qilgan inson tavba qilishi kerak. Mas'uliyatlarini ado qilishi kerak. Ammo Allohdan qo'rqmayman deb turib, o'z ustidagi mas'uliyatlarni ado qilmaslik bu yolg'onchilikning alomati birodarlar. Alloh taolo insondan o insonga nima bersa shuningdan so'raydi. Olimdan ilmidan so'raydi. Hukuklardan hukukdan so'raydi. İqtisadi va kishilardan iqtisodidan so'raydi. Agar bir millat hammasi zulmga uchragan bo'lsa, bugungi kunda hamma kishidan so'raydi aziz birodarlar. Hech bir kishidan o'zira qabul qilinmaydi. Qo'limdan kamidi, kuchim yetmidi, mening choram yo'qken, imkoniyatim yo'qken. To'g'rimi, xatomi bilmayman. Ammo İbrahim alayhissalatu vassalamni kafirlar o'tga tashlagan vaqtda bir qush shuningga bir tomchi suvni akab to'kkanligi uchun Alloh taolo uning rahmi qilgan deydi azizlar. Allah subhanahu va taolo bir tal chumullar oilasi, chumullardan iborat bir jamiyatiga Süleyman aleyhissalatu vesselam kelmekti. O ve askerler silini koşup destivatmısın. Özanlarının ne daldığı elinler ve özanlarını muhafazat kılınlar diyen bir sözü için Allah subhanahu ve taala çümülünü ve qalet nemletun ya eyyuhen nemlu udhulu mesakinakum deb Allah taala tilgaldı buradarlar. Demek başka Müslümanların menfaati için, başka Müslümanların hatırcamlığı için, başka kişilerin zulümden, desilişten, yok buluştan ve başkalarının yok düşüden saklaş için bir çüme, bir ağız gap kılgalık için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tilgalışına sebepçi buldu aziz buradarlar. Şunun için aziz buradarlar, bu Allah'ın kokuş bizni quruq gap bilan bulup aldab qo'ymasin bu. Mu'min Allah subhanahu va taolodan qo'rqish bilan Allohning rahmatini umid qilish orasida yashashi kerak. Chunki inson Allah subhanahu va taoloning bergan ne'matlarini o'ylagan vaqtda ko'zning ko'rgunini, tilining so'zligini, burnunun puruğunu, kulaklarının ağlığını, kolunun tutkununu, bütün bedellerinin her birisinin öz hizmetini ada kılganlığını oylayan vakitte bu nimetinin beraberige Allah subhanahu ve taala'nın aldıda kılgan ve kılavatkan işlerini oylayan vakitte insan ümitsizlenip kalışı mümkün. Oylap bakana. Bedellerimizden kichikgina bir qismisi agar kasal bo'lib qolsa, qanchalik iqtisodimiz ketadi. Necha kun yetib ketamiz. Hatto bir tikangichaqliq bir narsa bedellarimizga kirib qolsa, biz shuning dardida ham ma'ammay yetib qoladigan kunlar bo'ladi. Hatto nurg'un pullar bilan uni davolaymiz biz. Mana Allah subhanahu va taoloning bu ne'matlarini o'ylagan vaqtimizda Allah'ın bizge nurgun teklifat mesuliyetlerini yüklep, onu biz ada kılanmağanlıqını oyluğan vaktimizde hakikaten Allah'ın rahmetinden ümitsizlenirgen, Allah bizge rahmet kılmıqıda deydiğen, bunda yakap kılışımız tabi. Şunun için mümin Müslüman, Allah subhanahu wa ta'ala'dan qo'qish bilan birge Allah subhanahu wa ta'ala'nın davamlıq rahmetini ümit kılış. Çünkü o mihriban, rahimdil, bendilerini ularning kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaydi va ular qilinmaydigan ishlar bilan azoblamaydi. Buni ham bilish lozim.
Şoňa Peýgamber aleyhisselam "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal uquba ma tami'a bi cennetihi ahad ve law ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahme ma qanita min rahmetihi ahad" degan. Agar bir mu'min Allah'ın qeştiki azapını bilse, hiç qanda bir kişi cennetni arzu qilmaydi. Cennetni tama qilmaydi. Ümidi üzülüdü. Cennetga kiremezmiz bekide. Agar bir kafir Allah'ın qeşidiki rahmetini bilse, hiç kim Allah'ın rahmetinden ümitsizlenmeydi. Hatta bir kafir müminim Allah Teala cennetke ekirgiday deydi o dep Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın şunçilik mihribanlığını ve Allah Teala'nın şunçilik rahimdil ekenligini Peygamber Aleyhissalatu vesselam bayan kılgan. Demek Müslüman özünün üstüdekini çokum kılış gerek. Vurullik kılmasın, egirlik kılmasın, korkmasın kılış gerek. Ve mesuliyetini ada kılış gerek. Onun rızkı Allah Teala kefil onun rızkıga. Onun ömrüge Allah Subhanahu wa Ta'ala kefil ki Allah onun ömrünü pütüvetken, rızkını Allah bikitüvetken hiçbir vakit, hiçbir neyse insanın ne ömrünü ne rızkını ilgiri kin kılanmaydı buradır. Şunun için mesuliyetini ada kılış, üstümüzdeki teklifatlarını ada kılış üçün dünyalarımız tosalgı olmasın gerek. Mallarımız tosalgı olmasın gerek. Urug tuqqanlarımız tosalgı olmasın gerek. Ata-analarımız tosalgı olmasın gerek. Ve yurt mahallelerimiz tosalgı olmasın gerek aziz birodarlar. Köpünçe kişiler mana muşunundan Allah Teala'nın aldığındaki mesuliyetin ada kılanmawatydyr. Allah Subhanahu wa Ta'ala hemmimizni özüdün haqiqiy qo'qdigan kishilardan qilsin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mas'uliyatni to'liq ado qiladigan kishilardan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.